Haftaning yana bir muhim voqeasi 14-avgust sanasida Prezident Shavkat Mirziyoyev chiqindilarni qayta ishlashni kengaytirish chora-tadbirlari bo'yicha taqdimot bilan tanishdi va bu yo'nalishga oid bo'lgan muhim vazifalarni belgilab berdi. Bu yer chiqindixona, ko'proq Gulzorni eslatadi. Odatda chiqindixona deyishsa, chiqindilar va badbu hid ko'z oldingizga keladi. Lekin Yangi Hayot tumanida bu odatiy manzara o'zgardi. Chiqindixona operatori atrofga gullar ekib odamlarga xush kayfiyat ulashyapti. Maxsus chiqindi qutilarining atrofida 100 dan ortiq xona gullari va turfa dekorativ o'simliklar barg yozgan. Ularning har biriga mehr, tinimsiz parvarish kerak. Temur akaning qo'lida yaratilgan gullar chiqindilar yig'iladigan joyni yashil bog'ga aylantirgan. ...2004-yil bu yoqqa keldik. Menga mana bu yoqadi. Shuning uchun 22-yil ishlayapman. Chiqindilar va gullar qarama-qarshi ikki olam. Inson mehnati ularni bir makonga joylay oldi. Agar inson mehr bilan yondashsa, hayotning har qanday burchagi yashil va go'zal bo'lishi mumkin. Bir kun 5 kub chiqindi keladi. Lekin 5 ta konteyner to'la bo'ladi. Har bitta konteyner 1 tonna 100 kilo. Ajratamiz, musallos kelib olib ketadi. Men bo'lmasa kim oladi? Temur akaning ishini kimdir ifloslikka bog'laydi, ammo u tozalik va ekologik madaniyatning haqiqiy targ'ibotchisi. Chiqindilarni badbo'y hidini chiqarmasdan saqlasa ham bo'ladi. Temur aka mana isbotlab berdi. Mana hech qanaqa hid yo'q, top-toza, ozoda. Temur akani hammaga namuna qilib ko'rsatamiz. Boshqa MSPlarga gullar ekadigan bo'lsak, borib ko'rsatib beradi bizga. Joylari chiroyli saqlaydi Temur aka. Mahalla shunaqa, odamlar yaxshi. Baqirish kerak emas. Hamma aqli bor. Biladi nimani qayerga tashlash kerak. Non alohida, baklashka, qog'oz, gap yo'q. Shuning uchun nimaga baqiraman? Yurak ko'rmaydi. Timur Dashtamirov misoldagi kichik tashabbus davlat siyosatida o'z ifodasini topmoqda. Har yili O'zbekistonda 2 million tonnadan ziyod plastik, 100 minglab tonna rezina va 144 ming tonna elektron chiqindi hosil bo'ladi. Bu chiqindilarni qayta ishlash uchun eng yuqori texnologiya va katta mablag' talab etiladi. Ana shu muammolar prezident boshchiligidagi yig'ilishda yana bir bor kun tartibiga chiqdi. Mamlakat bo'ylab mavjud 200 ga yaqin chiqindi poligonlarining ko'pchiligi talabga javob bermaydi. Poligonlardagi gaz va oqovalar atrof muhitga katta xavf tug'dirmoqda. Yig'ilishda chiqindilarga endi muammo sifatida emas, iqtisodiy imkoniyat sifatida qarash vazifasi qo'yildi. Masalan, nol chiqindi tamoyili asosida maishiy chiqindilardan energiya oladigan 6 ta zavod qurilishi boshlandi. Xitoylik hamkorlar bilan yana 5 ta hududda shunday inshootlar barpo etilishi muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga tibbiy chiqindilardan yiliga 320 gigavat soat issiqlik energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Chiqindilarni energiyaga aylantirishda Xitoyda katta tajribamiz bor. Endi bu yechimni O'zbekistonda amalga oshirmoqdamiz. Toshkent va Andijonda kuniga minglab tonna chiqindilarni qayta ishlaydigan zavodlar quriladi. Bu loyihalar Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari va yaratilgan ochiq investitsiya muhiti tufayli amalga oshmoqda. Zavodlar chiqindilarni 90% ga qisqartiradi, elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqaradi. Bu imkoniyat uchun Prezident Shavkat Mirziyoyev janoblariga chuqur minnatdorlik bildiraman. Chunki so'nggi yillarda O'zbekistonda yaratilgan ochiq va barqaror investitsiya muhiti, shuningdek yangi texnologiya va jarayonlarni jalb etish borasidagi qat'iyatlilik bizning loyihamizni amalga oshirishda hal qiluvchi omil bo'ldi. Toshkent viloyatida yangi ishga tushirilgan zavodlarda plastik, qog'oz, metall va shisha alohida ajratilib, qayta ishlanmoqda. Korxona yiliga 50 ming tonna chiqindilarni resursga aylantira oladi. Chiqindi mana ko'p yillab juda ham katta miqdorda qayta ishlanyapti deb ko'rsatib o'tilgan. Davlatimiz rahbari 2024-yil buni o'zlarining farmonlari bilan belgilab berib, inventarizatsiyani o'tkazish bo'yicha topshiriq berdi. Biz shundan keyin inventarizatsiyani o'tkazganimizdan keyin o'zi 5% ekanligi aniqlandi. Nimaga 5% chiqindimiz qayta ishlanyapti? Bu albatta odamlarimizni madaniyati bilan ham bog'liqlik joylari bor. Saralash mana ko'p yillardan beri joriy qilishga harakat qilamiz. Prezidentimiz mana kechagi bo'lgan yig'ilishlarda o'zlari ham aytib o'tdilar. Buni biz maktabdan o'qitmaydigan bo'lsak, bog'chadan o'qitmaydigan bo'lsak, odamlarimiz bu narsaga ko'nika olmaydi. Ayni paytda mamlakatimizda 9,5 ming gektar maydonda 3,3 milliard tonna sanoat chiqindisi yig'ilib qolgan. Ularning bir qismini qayta ishlash orqali kauchuk kukuni, rezina granulalari va tekstil tolasi kabi mahsulotlar tayyorlanib, iqtisodiyotga qaytariladi.
davlatimiz rahbari chiqindiga e'tibor qaratish boshlagandan keyin korxonalar soni ham oshib ketib qoldi. 5% ga yetdi. 200 ta bizada operatorlar bor. Bu o'zi nima bilan bog'liq? Mana Yaponiya tajribasini ham ko'rsak bo'ladi. 2012-yilgacha ularda ham 12% bo'lgan qayta ishlash va hozirda 21% ni tashkil etyapti. Yaponiyada juda ham rivojlangan, hammasini saralaydigan davlatda. Bizda o'sha chiqindi morfologiyasi deymiz. Morfologiyasida juda ham boy tarzda o'sha saralanadigan chiqindilarimiz yo'q. Birinchidan, ikkinchidan borlari ham qaysidir joyda yo'qolib, o'sha o'zini qiymatini yo'qotyapti yoki o'sha hamma chiqindi bilan aralashtirib tashalgani uchun poligonlarga boryapti va qayta ishlash nimasi jarayoni yo'q. Biroq davlatimiz rahbari aytganidek, haqiqiy o'zgarish faqat davlat darajasidagi islohotlar bilan emas, balki har bir xonadonda, har bir inson ongida boshlanadi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Farruh O'tbasarov, Zohidjon Mamasoliyev, Yangi zamon dasturi uchun.